amallarim sendan hech qanday kuch talab qilmaydi. Chorasi quyidagicha. Birinchisi, 3 marotaba Ixlos surasini o'qisang, ya'ni Qul huvallohu ahadni o'qisang, Qur'onni xatm qilganchalik bo'lasan dedilar. Ikkinchisi, menga va boshqa payg'ambarlarga salovat aytsang, bizlar senga qiyomatda shafoatchi bo'lamiz. Uchinchisi, mo'min birodarlaring uchun Allohdan afv tilasang, ularni hammasini rozi qilgan bo'lasan. Namozda aytadigan salovat, Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammadni yetishlik, jami o'tganlarimiz, atrofimizda yurganlarimizni gunohini Xudodan so'rab, mag'firatini so'raydigan bo'lsak, barcha odamlarning roziligini topgan bo'lar ekanmiz. Undan keyin subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billahil aliyul azimni aytgan odam haj va umra qilgan